Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qurbanchilik turali so'rov kelib qolibdir. Qanday qilish kerak? Eting qanday qilish kerak deb. Alhamdulillah, самое главное, sizning niyetingizda bo'lsa, qurbanchilik qilam degan. Bo'ldi, inshaalloh o'sha жетishdi. Qo'ydi tangdaganda yaxshisini tangdab turib, qiblani qarab jatqizib turib, butun baylasangiz da bo'ladi, baylasangiz da bo'ladi. Inshaalloh. Bismillah, Allohu akbar deb mo'yinni kesasiz, bo'ldi. Qadimgidek so'yasiz. So'yib turib etini qalasangiz, xoladingizga salib olsangiz bo'ladi. Qalasangiz tuğanlarga bölüp berip qo'yasiz, qalasangiz qo'shnilarga bölüp berip qo'yasiz, qalasangiz medresaga bersangiz bo'ladi, qalasangiz Alloh yo'lidagilariga beringiz, qalasangiz inshaalloh o'zingiz jengiz, ayirmasi yo'q inshaalloh. Самое главное, siz qurbanchilik qilingіз inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo qabul qilgan bo'lsin. Muhtojlarga bersangiz andan da so'vi ko'p bo'ladi inshaalloh. Şu qurbanchilik qilishmen, qan tamishmen inshaalloh butkul gününüz kechirilib ketadi. Qanchalik gününüz bo'lsa da kechirilib ketadi. Allah duanızı qabul qiladi qurbanchilik qilishmen. Qiyomat kuni inshaalloh o'sha yaxshi qo'ysigan bo'lsangiz, o'sha buroq bo'lib beradi inshaalloh. Qil ko'piradi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo beyishda ko'pdegan ajrlar, siyliqlar nasib qiladi inshaalloh. Shu inshaalloh siz qurbanchilik qilingіз. Andan keyin aqchangiz turib qilmay qo'ysangiz, qiyomat kuni sizga o'tdan bo'lgan yutuq bo'lib dengizga bosiladi. Shuning uchun inshaalloh mumkinchilik bor qilingіз inshaalloh. Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun, ya Alloh, sen uchun men qurbanchilik qilyapman, ya Allohim qabul qil deb inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning nazdida qurbanchilik qilib, mo'yningizda farzni atqaringіз inshaalloh. Hajdagilar to'liq 100% qilsin qurbanchilikni. Hajda emaslar, boshqa yerdagilar inshaalloh so'z qilgan harakat qiladi. Kim mumkinchiligi bor bo'lsa qilsin inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo qabul qilgan bo'lsin.